QQSni to'lamagan kontragentimiz uchun QQSni biza to'laverar ekanmiz degan hozir shu ijtimoiy tarmoqda tarqab ketdi. Keyin bitta ukamiz chiqdilar, ular maslahat berdilar. Men sizlarni shartnomalarga kirgizishinglarni tavsiya qilaman dedilar. Qaranglar, bu tavsiya edi. Bu tavsiya menimcha, endi bu meni fikrim, to'g'ri tushuninglar, ishlab chiqaruvchilarga taalluqli emas. Chunki ishlab chiqaruvchilar bozorda necha yildan beri ishlayapti. 20 yildan beri ishlayotgani bor, 10 yildan beri ishlayotgani bor. Nima uchun qanaqadir bir tavsiya, kimdir bergan tavsiyasi hozir menga ta'sir qilishi kerak. Hozir bizning kontragentlarimiz mana shu narsani, ya'ni bizning покупательlarimiz kirgizib beringlar shu anaqalarga, shartnomalarga deb aytishyapti-da. Bo'lmasam sizlar bilan shartnoma qilmaymiz deb aytyapti. Shartnoma qilayotgan kompaniyalarning ham o'zini yuristlari bor, o'zini finansistlari bor. Men mana shu narsaga bir qanaqadir to'g'ri qarashi, to'g'ri yondashishi tarafdori edimda. Sizlardan iltimos, masalan, shartnoma qilishdan oldin mana shu kontragentni sizlar o'rganasizlar. В любом случае sizlar bilasizlarki, shu kontragent bilan 3 yildan beri ishlayapsizlarmi, 5 yildan beri ishlayapsizlarmi? Bugun ochilib, ertaga yopilib ketadigan kompaniya emas-ku bu. Bu ishlab chiqaruvchi. Bu oldi-sotdi kompaniya emas. Men oldi-sotdi kompaniyalarini ham necha yildan beri ishlayotgani bor. Hozir mana shu narsa hozir ishlab chiqaruvchilarga normal o'zini ta'sirini ko'rsatyapti-da. Buxgalterlar shu anaqa dogovor qabul qilmayapti. Dogovorga kirgizib beringlar shu narsani deb aytyapti. Sizlardan iltimos, shu narsaga bir qanaqadir to'g'ri yondashishinglarni, to'g'ri baho berishinglarni so'rardim. Ishlab chiqarayotgan kompaniyalar, bozordan ancha yildan beri ishlayotgan kompaniyalarga nisbatan bu narsa umuman bu narsani aloqasi yo'q.